davom etadi. Odamdan ekspluatatsiya maqsadlarida foydalanish bilan bog'liq jinoyatlar jamiyatning demokratik negizlariga tajovuz qilishi bilan milliy xavfsizlikka ham tahdid soladi. Ushbu xatti-harakatga jinoiy javobgarlik borligi hammaga ma'lum. Ammo shunga qaramay ushbu jinoyatga qo'l urayotganlar uchrab turibdi. Toshkent xalqaro aeroportida navoiylik 22 yoshli qizni Birlashgan Arab Amirliklariga olib ketmoqchi bo'lgan shaxs to'xtatib qolindi. Inson qadri eng ulug' ne'mat, uning hayoti, erkinligi va sha'ni qonun bilan muhofaza qilingan. Ammo ba'zan odamlar orasida insoniylikni unutib, bir inson taqdirini pulga almashtirishga tayyor kimsalar ham uchrab qoladi. Afsuski, bu kabi jinoyatlar ortida ko'pincha og'ir hayot sharoitida qolgan yoshlar taqdiri turadi. Ishonch va yordamga muhtoj kishilar aldov qurboniga aylanishi mumkin. Gap shundaki, Samarqand shahrida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs Navoiy viloyati Karmana tumanida istiqomat qiluvchi 22 yoshli qizning og'ir moddiy ahvolidan foydalanib, uni aldash yo'li bilan Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahriga olib chiqib ketishni rejalashtirgan. Rejaga ko'ra, u qizdan noqonuniy foyda olishni ko'zlagan. Biroq huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur jinoyat o'z vaqtida fosh etildi. Voqeaga daxldor ushbu fuqaro Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda chet davlatiga chiqib ketayotgan vaqtda Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan to'xtatib qolindi. Holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jarayonda eng muhimi bir inson taqdiri asrab qolindi. Odam savdosi bu faqat jinoyat emas, balki insoniyatga qarshi qilingan og'ir xiyonatdir. Ogoh bo'ling. Shiringul Asoyeva, Sevyor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.